qanab ketgan joyini yangi g'ishtlardan o'zidek qilib ulab to'g'irlab qo'yishgan. Shunda konstruksiya buzilib ketib qolmasligi uchun, ya'ni o'sha yoqqa ag'anab ketib qolmasligi uchun. Kursiylar bo'ladi, bu yoq tarafi o'pirilib ketgan, narigi tarafi o'ziga chiqgan. Assalomu alaykum aziz qadrdonlar, yaxshimisiz? Tuzukmisizlar? Sizni ko'rsatsam bo'laveradimi? İtaliyada do'stimiz. Assalomu alaykum. İsmini so'ramabman. Asadbek. 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 Bizni Italiyaning eng yorqin va ko'hna tarixi bilan tanishtiryapti. Kutilganidek Kolizeydamiz. Kolizey mana bu eski holati. Bilsanglar bu yerda gladiatorlar urishtirilgan, katta ko'ngilochar bayramlar o'tkazilgan. Kolizeyning shunday ro'barasida qasr bo'lgan ekan. O'sha davrni imperatorlari shu yerda yashagan. Chala-chulpa qolgan, lekin Kolizey ro'parasida. Mana kiraverish darvoza, adashmasam. Sizlarga ajoyib bir yangiliklarni aytib beraman, yuraveramiz. Yangiliklar emas, endi bir xabar ma'nosida. Italiyada eski tarix tish tirnoq bilan asralib, yangi texnologiya tish tirnoq bilan egallanar ekan. Mana shu iqtibos yodingizlarda tursin. Italiyada eski tarix tish tirnoq bilan himoya qilinib, yangi tarix, yangi texnologiya tish tirnoq bilan egallanar ekan. Nimaga buni aytyapman? Bizda ham eski tarix bor. Bizdagi eski tarix ham juda ajoyib ko'pni. Uni shart buzib turib o'rniga shart yangi binoni qurib tashlayverish to'g'ri emas. Asrash kerak, eski shaharni asrashimiz kerak. Ichanqal'a, Buxoro, Samarqand, Toshkent, Chorsu. Ularning hammasini asrashimiz kerak va yangi texnologiyalarni o'zlashtirish davomida. Italiyada 60 million aholi bor ekan. Yillik o'rtacha turist 60 million ekan. Bu yil 150 million kutilyapti ekan. Hozirgacha 100 million turist kelib ketdi deyishyapti. Turistlar. Bu yil yubiley ekan. Necha yillik ham yubiley. Odamlarni qaranglar, hamma ochirib turibdi mana. Mana sizlarga tarix. Kolizey 1900 yildan oshiq bo'lgan deyapti. 2000 yil atrofida bo'lgan. Yana bitta men e'tibor bergan narsa, yashil tabiatga tish tirnoqlari emas, jon qonlari bilan tirmashar ekan. Yashil tabiatga tegilmas ekan mana. Ya'ni ajoyibligi, o'ta havosi menga yoqdi. Kimga qanaqa bilmadim, havosi zo'r. Namlik bo'lgani uchun chang ko'tarilmas ekan. Chang ko'tarilmagandan keyin havo zo'r bo'ladi. Tiniq, hamma daraxtlar ham tip-tiniq. Asadulla qaysi tomonga yuramiz? Hozir biz bu yoq tarafga yuramiz. Qaytamiz. Bitta ma'lumotni berib o'tmoqchi edim. Bu yoqda Circus Maximus degan tarafi bor. Boya aytdim-ku, Circus Maximus Cirkova. Circo Massimo deyiladi. O'sha ya'ni bitta maydon bor, ploshit. U nariyoda avtobus bo'lmas, keyingi svetofordan o'ng tarafda. Katta ploshit bor. O'sha ploshitda konsertlar, xuddi bir mamlaqa o'tloq joyni, xuddi mana shunaqa joyni juda keng qilingan joy, saqlab qolingan maydon. Eskidan bo'lgan joy, ha, eskidan bo'lgan, o'shani hisobiga o'sha yerda prosta saqlab qolishgan, u buzib misol uchun nimadirlar qursa bo'lardi. Lekin prosta tak o'sha stadionga o'xshagan, kichkina mini stadionga o'xshagan, lekin konsert uchun yetarlicha katta. Примерно 1000 tami 2000 qabul qila oladi. Sig'dira oladi. Sig'dira oladigan katta bir konsert uchun ploshit saqlab qolingan. Mashallah. Bu yoq taraf o'pirilib ketgan taraf o'sha yangi ishlar saqlab qolish. Eski binoga yangi me'morchilikni ulaganini. Bizda ham shunaqa qilingan. O'sha millatning qadriyatini bilgan odamlar, masalan, Toshkentda Baroxon madrasasi bo'lgan, o'ta dabdala ahvolda bo'lgan, sekin o'sha Eshon boboxon, Ziyovuddinxon Eshon boboxon shular tashabbusi bilan qayta ta'mirlanib, hozir
Qastimomdagi o'sha Baraxon madrasasi. Zo'r. Uni ham hozir ham yana ham qattiq himoya qilish kerak. Ichiga ustalarni qo'yib qo'yishgan hozir, kim nima bo'lsa qo'yib shekilli, lekin uni himoyasiga o'tish kerak. Mana shu odamlarning hammasi tarixiy shaxslar. Buni tarixini bilsak, hozir o'tiramiz. Rim tarixi to'g'risida kitob o'qib, har bir tosh nimanidir beradi. O'rtadagi yozuv ham shu nimadir mana. Italiano, Pontarmeno, Arcrebano. Lekin o'zim nima deganini tushunmadim. Asosan mana shu nima ko'rsatilgan o'sha me'moriy o'sha surat ko'rinishidagi me'moriy nimalar ular tarixdan nimadir gapiradi. Qaysidir haykal imperator bo'lgan, qaysidir haykal misol uchun Sarkarda bo'lgan mashhur sarkar. Lekin to'rtta farishta ham deyishi mumkin bular. Bu mana shunaqangi bu diniy davlat bo'lgan. Katolik cherkovi asosiga qurilgan davlat. Bu davlat har bitta ishini, har bitta rassomlik san'ati bo'ladimi, musiqa san'ati bo'ladimi, Injildan olgan, dinga tayantirgan. Hop, Italiyada 8 dona masjid bor ekan, rasmiy. Namoz o'qiydigan joylar ko'p ekan, lekin 8 dona rasmiy masjid bor. Bir xushxabarni ham berib qo'yay. Italiya musulmonlarning qo'liga o'tadi kelajakda. Qurolsiz takbirlar bilan kirib kelinadi. O'sha meni bilishimcha ilmiy taraqqiyot bilan bo'ladi. Hozir surishtirib ko'ringlar. Eng birinchi Renessans Rimdan boshlangan. Rim tarixi 3000 yillik tarix. 3000 yil tarixi bor. Buni qurgan imperator kim dedingiz? Ritsusmi kim edi? Xullas, Kolizeyni qurgan odamlar 2000 yillik tarixi bor. Imperator Vespasian qo'l ostida konstruksiya boshlangan ekan. Qurilish boshlangan ekan. Lekin unaqasi Titus imperator davrida qurilgan. Bitirilgan ekan. Renessans, birinchi Renessans Rimda bo'ladi. O'sha Michelangelo, Leonardo da Vinci kabi Renessansning asoschilari, faylasuflar, har xil shaxsiyatlar o'sha paytda chiqqan. Endi hozir ikkinchi Renessans 9-12 asrda musulmonlar tomonidan Bag'dodda bo'y ko'rsatgan. Uchinchi Renessans biz endi o'zimiz islom dunyosida ikkinchi Renessans deymiz, Amir Temur davrida bo'lgan. Musulmonlar diyorlarida uchinchi Renessans O'rta Osiyoga to'g'ri keladi. Kelajakda. Chunki qadriyat, boshqa narsalarning himoyasi Sharq mamlakatlari ichida O'rta Osiyoga tegishli. Shuning uchun men kecha atom energetikasi to'g'risida gapirsam, ba'zi odamlar xavfli, xatarli deydi. Atom energetikasi rivojlanmagan mamlakatda fan taraqqiyot rivojlanmaydi. Chunki barcha tibbiyotdan tortib, elektr mexanikasidan tortib, kvant mexanikasidan tortib, hamma fizika, ximiya, biologiya ilmlarini ostida atom energiyasi yotadi, energetikasi. Buni O'zbekiston prezidenti hozir tashabbus qilyapti. Alloh kuch-quvvat bersin, oson bo'lmaydi. Dushman ham ko'p, to'xtatishga harakat qilgan ham ko'p. O'shaning uchun men qo'llab-quvvatlash ma'nosida og'zimda suv bilan Ibrohim alayhissalomga qilgan gulxanni o'chirgani ketyapman. Yuramiz bolalar. Bu yoqqa ketamiz, ha? Bu taraf. Xo'p. Ko'rib turibsizlar, Kolizeyni bu tomoni yangi inshoot, yangi qilingan, bu yog'i eski o'sha davr sanoati. Inson qo'li nimalarga qodir bo'lgan. Odamlarni qarang. Necha minglab odamlar o'lgan, chunki o'lgan odamlarni shu konstruksiya orasiga qo'yib naqlashgan. Toshlarni ko'rsangiz, har bittasini razmeri bitta odam yoki 2 odam yoki 5 odamni yetadigan konstruksiya emas, tosh. Har bittasi katta-katta toshlar, katta-katta o'sha hozirgi kundagi o'sha katta texnikalar bilan qo'yish ham misol uchun ancha mehnat talab qiladi. Bu yerda odam kuchi bilan qilishganda. Kranyo. Mana bo'ri. Qo'lga o'rgatilgan bo'ri. To'g'rimi?
Bu yapacakmi bu? at least like downside. Doğru ha? Shunga o'xshash, shunga o'xshash shunaqa. So'rab ko'ringchi, itim yapacakmi deb. Excuse me. Guys, like, I don't mind. United States. So you want to ask about the dogs? Is that like dog type or? Doğru itimi nima deysizlar? It's kind of before. Ben ikkitasini so'rayapman, tepadegisini emas, mana uni so'rayapman. Ha. Cane lupo, Chexoslovak iti, ya'ni cane lupo degan it Turi. parodasi lupo ekan, cane lupo deyiladi. Avlodi chiqarib Chexoslovak. Hey, avlodi. It's a recognized breed. The ancestors of this. nimaga bo'riga o'xshaydi so'rab ko'ring. Why do they look like a wolf? So they were bred in former Czechoslovakia, and they were bred by the army. They wanted to use the characteristics of wolf, like endurance and ability to withstand bad weather, in their breeding program of German Shepherds, for the border patrol. So their first origin was to just breed wolves to German Shepherds, just to improve German Shepherds for the troops. And Nemetskiy Shepherdlarga parodasini Chatishtirgani? bo'riga chatishtirib, bo'riga o'xshatishtirib. Ha, o'sha bo'riga o'xshayapti-da. and then because that was not successful, but a lot of people liked the dogs because they were very they have very good they had very good endurance, they had very good resistance to weather and stuff. So some people decided to make a new breed from that. So that's why they kept breeding them, and the first purpose was to breed so that they are able to be trained as work dogs, as guard dogs. Well, not like guarding property, but guarding the person. O'xsharkanmi bu? Bu urush davrida o'sha oldingi davrda urush uchun spetsialniy chatishtirilgan, ya'ni Nemislar bilan. Nemetskiy Shepherd. Where are you from? Originally from Uzbekistan. Oh, nice. I'm from Slovakia. Slovakia? Because I hear, А вы I про понимаете немецкий. русский? Я немножко понимаю, немножко говорю, но не очень хорошо, но better than Italian. Czechoslovak, Exactly. the language. It's so beautiful. Thank you very much for the Thank time you. and the information. Yeah, but now it's a normal breed, and most people have it as a companion. It can be used for work, but most people have it as Eye catching. It looks like a wolf. This is what we were interested in. Yes, so Haqiqiy bo'riga o'xshaydi, qaranglar. okay. Okay, thank you very much. Yeah, I don't know. Ben shuni, sensin. Bularga nima qiling? Yuring, yo'q, qo'ying. That's what I said. Qaranglar, odamni qaranglar. €2, brother. Give me 2. Xo'p. Italiyada 2,5 million atrofida musulmon bor ekan. 60 million aholidan 2,5 millioni taxminan musulmon. Italiyani texnologiyasi, taraqqiyoti, moda, avtomobil sanoati rivojlanishi bilan birga muammolari ham bor. Muammo aholini ko'paymayotganligi. Aholida aksar odamlar keksa odamlar. Uylanish yo'q, farzand bola chaqa ko'rishga u qadar harakat yo'q. O'sha problemasi bor bularni. Musulmonlar 2 milliarddan oshdik. 2 milliarddan oshdik. Musulmonlarda oilaviy rivojlanish, demografik o'sish juda a'lo darajada. Kalizeyni eng chiroyli ko'rinadigan joyi mana. Kalizey bu ham o'sha ko'ngilochar o'yinlar uchun, tomoshalar uchun qurilgan va davlat siyosatida ko'pincha
davlat siyosatini tekisroq olib borishlik uchun shunaqangi ko'ngilochar o'yinlarni rivojlantirish kerak deydi Machiavelli. Machiavellini takliflaridan biri bo'lgan. Mana shu inson qo'li bilan qurilgan. Mana shu inson qo'li bilan qurilgan Kolisey. Italiyani aylanyapmiz, boshinglarni ortmayapman ish qilib. Shunga aytganingizdek, shuni ham ko'rsataylik. Italiyada har qanday suvni qopqog'i uzilmaydigan mustahkam qilinar ekan. Yechilishi oson, lekin qopqog'i uzilmaydi. Mana bitta instruksiyasi bor. Nimaga desa tashlab olmaslik uchun. Mana ochiladi, chetga ochiladi, suv quygandan keyin yana yopib qo'yiladi, musor uchun. Musor tarqalib ketmasligi uchun har bitta bakalashga suv e'tibor berdik. Uzib bo'lmaydi, ama qattiq qilingan. O'shaning uchun shunaqa harakat qilingan. Xo'p, nima qildik? Kolisey ko'rgandek bo'ldik, ko'rdik. Hozir o tepadan ham bir ko'ramiz. Xolasanglar bu yoqqa davom etamiz. Bu yoqqa davom etamiz. Bo'ldi, ko'rdik Kolisey. Rasmga olib qo'yasiz mana. Rasm uchamizmi? Bo'p. Sar qarab turinglar. Rasm. Teşekkürler. Hop. İtalya haqida qiziq ma'lumotlar. Pizza Italiyaga tegishli. Sir 400 dan oshiq sir turlari bor. O'sha parmezan, mozzarella kabi eng dunyoda sifatli pizza nima deymiz, pishloq hisoblangan pishloqlar Italiyaga tegishli. İtalyanlar cappuccino'ni faqat ertalab ichadi. Qiziq ma'lumotlardan bittasi. Odatda ichishi mumkin ekan, lekin ertalabda ichiladigan narsa deganda ular cappuccino'ni tushunar ekan. Kunduzi bilan eng ko'p ichadigan narsalari espresso ekan. Milan modalar poytaxti deyilar ekan. Milan modalar poytaxti. Opga minaylik, nima qilamiz? Qadim zamonlarda mana shunaqangi taksilar bo'lgan. Ishqilib, lekin yaxshi bo'lardi, qarang lekin. Marshrut gaplashyapmiz mana. No? No, thank you. Excuse me. Che possiamo fare? Giro completo quanto? Taksi. Doğru. Olmazsa pesca aylanaveramiz. Se aggiungiamo tutto, In questo giro potete fare il giro To'xta deganda to'xtaydi, to'g'rimi? senza la fontana di Trevi. E invece volete andare terminare nel Qiziq ma'lumotlar beryaptim. più o meno lo stesso giro. Eng chiroyli mashinalar Italiyada ishlab chiqarilar ekan. Lamborghini, Maserati, nima? 150. Piano piano dove fermarsi Yana shunaqangi una piccola spiegazione. chiroyli mashinalar Italiyada ishlab chiqarilar ekan. Se fai qualche Yana qiziq sconto, ma'lumotlar Per 3 persone, Italiyada un bel dai, giretto, 120, dai. katta davlat sifatida Italiyaning ichida kichkina davlat dai. bor. Dunyo bo'yicha eng kichkina davlat oti Vai, chiude col va faccio fare un bel giretto. bildinglar. Vatikanda papa o'tiradi. Butun katolik dini markazi hisoblanadi. Rahbari papa. Baba. Sì, meglio. Babadan olingan baba papa.
Ruslarda pop deydi. Papa, baba. Fontana di Trevi. Bir xil tildan kelgan, qarang. Meglio di questo. Insoniyat tarixi bir-biriga mushtarak. Oh, facciamo 120. Ma quale 120 direttamente? Italyanchaga parento. Yuqorida aytganimizdek bu hozir aytaman. Faccio il conto 130. Dai. Kolizeyni ro'barosidagi qasr. Chiqamizmi? O, taksiga o'tiryapmiz. Bismillah. Io posso sedere qui? Per fare la foto sì, durante il giro ce l'hanno vietato. O'tirishimizni qaranglar. Taksida. Omon hoji aka bilan birgamiz. Olmanariz hamma narsani ta'rifini etib, bizani qiziqtirib, bilmagan narsalarni, bilmagan ma'lumotlarni berib turibdi. Italiya Largo, all'arco di keladigan joy. Konstantino. O'sha sayohat uchun, Mana mana bu taraf. uchun kelsa bo'ladi. Pol Uzbekistan. Polni hozir tushuntirib beradi. Mana bu taraf. Nima deydi? l'arco di Costantino. Largo di Konstantino. Konstantiniya. Konstantino arkasi ekan, Arkasi. uni boyaga ko'rganimiz. Quale imperatore hai detto? Konstantin. Questo è il tempio di Venere, la dea della bellezza. Tempo di Venere, Venus. Venus temple, yani temple nima deyiladi? Venedik qasri. Qasr. Venedik qasri. O'sha qasr ekan. Venus qasri. Qaranglar, shaharni asrab qolishgan. Mana shu shaharni ko'rgani 60 million aholi kelyapti. Tashqaridan. Bu eng kamida. Bu yil 150 million keladi deyishyapti. 150 million odam 100 dollardan pul tashab ketsa Italiyaga nima bo'ladi? Ha, 100 dollardan tashab ketsa. 1,5 milliard bo'ladimi? 1,5 milliard dollar turizmni o'zidan 100 dollardan tashab ketsa. Meni bilishimcha kamida 500 ming ishlatadi odamlar bu yerda. 1000 bo'lsa 15 milliard dollar topadi degani. Yiliga. Nimaga O'zbekistonda turizm deb Basilica di rahbar gapirib yotibdi? Mana shu narsalarni tagini ko'rgani uchun. Shularni tagini ko'rgani uchun. Turizm rivojlantirish kerak. Mana Ichan qal'ani yonida Arda qala qilindi. Eshitamiz. espansione dell'impero romano, come era prima e come era all'epoca di Traiano. O'sha naryoqdagi necha yillikku? Rim necha yillik o'sha naryoqdagi karta? Birinchisimi? Kartani qaranglar, mana oq ko'rinishdagi Rim, Prima keyin asta kamayib eng oxirida o nuqta bo'lib qolgan, nuqta. conquistato chiude l'Europa. Birinchi Traiano hai detto. Imperator Traiano Traiano davridagi davrida. 2000 yil oldingi xaritasi. Xarita, ha. Rimda. Eng kuchli davri. Roma, Se puoi spiegare anche in inglese, puoi fare in inglese. the escalation of the Roman Empire. Roman Empire, The escalation. Va bene. escalation. The Roman Rim imperiyasini shakllanishi Ko'rinishi. yillar davomidagi. Basilico Cosmo Damiano. Del Massenzio. Cherkovlar ko'p. Matsensio degan bazilico, ya'ni gumbaz, bazilik. Uno dei primi palazzi di giustizia. Ha, bitta yana qizil ma'lumotni aytayin. Gumbazlarni ko'ryapsizlar, Basilico derkan, gumbazlar bizni islom olamiga, masjidlarimizga Istanbul fath qilingandan keyin kirib kelgan. Konstantiniyani markazlaridan biri Konstantiniya, Istanbul, Hagia Sofiya ya'ni cherkovidagi gumbazdan olib masjidlarga ishlatilgan. Hozirga qadar qaysi masjidda gumbaz ishlatilayotgan bo'lsa, cherkovdan olingan namuna hisoblanadi. Faqat shariat, islom, Qur'on deydiganlar shariatni yaxshi tushunmaganligiga bu ham bir dalil. Nimaga desa, Qur'on, sunnat texnologiyani boshqa joydan olish mumkinligini aytadi. Olaveramiz. Qaysi jamiyat, qaysi davrda yashasak ham rivojlanishlikka moyil bo'lishimiz kerak, ko'nglimiz ochiq bo'lishi kerak. Mana ustunlar eskimi, yangimi? Ular eski bo'lishi kerak. Mana ustunlar. Foro romano. Foro del popolo.
Romani forumi, ya'ni Forum. Ha, bo'ldi. Sezar Shatda o'ldirilganmi? no, Cesar boshqa bo'lgan. In alto a sinistra dove la gente O chap tarafdagi, o tepadagi odamlar turgan joy bor-ku, o Aha. uzoqdagi. è il primo dei 7 colli di Roma. Aha. 7 colli, Roma Odamlar turgan joy. le Sette colline. colline. Ah, ok. Eng birinchi È nata Roma, la leggenda dei due gemelli, Romolo e Remo, nasce dal Colle Palatino. Rim imperiyasini tarixiy anaqasi bor-ku. Ha. Bo'ri emizayotgan, ona bo'ri emizayotgan ikkita bola. O'sha istoriya o'sha tepadan boshlanar ekan. Odamlar tepada chap tarafda turibdi-ku. Ha. Zdaniyaning chap tog'ida. Bu dunyo Roman imperiyasini, Rim imperiyasini eng birinchi koloniyalardan, qurilmalaridan biri ekan. Bayrog'ida ham, gerbida ham o'sha Augusto. Bu Augusto imperator Augustus. Augustus Il foro prima era diciamo del Parlamento di Roma. Yoz oyini oxirgi oyini nomiga qo'yilgan yaramasini qasr ekan bu. Augustus. Biz August deymiz. birinchi Ma ricordo perché fanno la multa. Oldinga minish mumkin emas ekan shekilli. Gate o'tirgan. Cherkov, hamma joyda cherkov belgisi, katolik cherkovi. bu Augustus imperatorni anaqasi Qasrimi? qasri bo'lgan ekan. Aha. Keyin o'sha qasr, ya'ni o'sha zdaniya qurilgan nimasi bizdagi oliy sud, Ha, ya'ni parlamento. shunaqa parlament, oliy sudga o'xshagan joy bo'lgan ekan. U yerda qonunlar qabul qilish, boshqa narsalar ham Ha, qilgan bu ekan. senatorlar o'tirgan. Lekin bitta joyini aytib o'tdi. Imperator qonundan oldin keladi degan narsa bo'lgan ekan o'sha Augustus anaqasi. Bu senator, ha? Questo chi è? Senator. Spor M. Karshev. Bu Nerva degan imperator ekan. Nerva. Bunisi Augustus o'sha imperatori. Augustus. Sanavasi. Imperator Augustus degan. Ha, David haykali qayerda? Davud haykali. Davud, So'rab ko'ring. dove Davud Davud haykali. David. David, David, a Firenze. a Firenze. Ah, Florenza boshqa shahar. Valensiyada. Ha. In alto lì il comune di Roma, dove il sindaco Tomagliolo, quello è il comune di Roma, Cherkovlar. L'olio, Quello Roman Capital. Davud haykali dedim, bilganlar biladi, bilmaganlarga yangi ma'lumot. Florensiyada ekan u. Giulio Cesare, Davud haykalini mana Leonardo da Vinci. Juliy Sezarning haykali. Hozir ko'raylik. Bu semaforlar Juliy Sezar. Nimaga Sezar deydilar? Nimaga Sezar deyishgan? Sezar ismi emas, Juliy ismi, ha? perché hanno chiamato Cesare? Giulio è il nome, sì, Giulio è il nome. Cesare era il nome quasi di tutti gli imperatori, era un imperativo. Bu Sezar bu почти deyarli hamma imperatorlarni Questo è как bu anaqasi l'imperatore Traiano. familiyasiga o'xshagan. Asli Sezar ona qonidan yorib olingan degan. Cesarion, Cesariazion. Questo è Cesarion. l'imperatore Traiano, imperatore Cesare, Nerva e Traiano. Traiano, Ottimo, Prima Principe. che Cesare era un imperativo, non lo... Quindi questo è prima di No, Cesare. questo è l'ultimo. È l'ultimo imperatore. Quello che è Traiano, quello che ha conquistato quasi tutto. Bu oxirgi imperator ekan. Sezarni o'sha nimasidan oxirgi imperator ekan. Questo è il foro di Traiano che comprende la colonna, il foro e i mercati. Questo è il primo centro Bella commerciale della sgasatare, Roma yes. antica. Centro commerciale tipo Mercato. Bu eng birinchi savdo markazlari, ya'ni bizdagi Chorsiga o'xshagan. City Mall yoki Chorsu o'shanga o'xshagan eng birinchi savdo markazlaridan biri bo'lgan ekan. Bunga buni hududiga bu kolonnalar
Mamutolomni, Cherkov, mana mana shu nimalar mashhur hududga kirar. Dovud haykali haqida aytayotgandim. Dovud haykalini bilganlar biladi, bilmaganlarga ma'lumot. Fils 18 qilib yasalgan, qip yalang'och qilib. Leonardo da Vinci adashmasam shunaqa ishlagan, shunaqa ishlab bo'lib tugatgandan keyin qo'lidagi chekich tashlab olib haykalga qarab, nimaga turibsan, gapirmaysanmi degan. Ajoyib hodisa. Bizlarni dodasi. Hop. Mana tepada Italiyaning mashhur simboli. Farishtani haykali, yuqorida farishta ot bilan ketyapti. Quanti anni ha questo? Questo non è molto antico, circa 120 anni. 120 anni. Io pensavo 200. Otda ketyapmiz. Xuddi 2000 yil oldin Rim o'rtasida ketayotgan turistlarga, savdogarlarga o'xshaymiz. Omon hoji aka, Osiyo go'sht mahsulotlarini Rimda sotmoqchi bo'lib yuribdilar. Bizdagi Amir Temur haykaliga o'xshab, bu ana haykal, bu mana g'alaba ramzi sifatida va che hai detto prima di Vittorio Emanuele II, il primo re d'Italia. primo re d'Italia. King. Birinchi Italiyaning birinchi qiroli, ya'ni birinchi prezidenti o'sha odam ekan, Vittorio Emanuele. Haykaltaroshlik mana musiqa san'ati, she'riyat, adabiyot hammasi cherkovdan chiqqan. Cherkov mana shu diniy motivlar orqali haykallarni, mana farishtalar, aziz insonlar o'zlarini tillarida, ya'ni avliyo zotlar, payg'ambarlar suratlarini cherkovlarga ishlashgan. Bu ana nimadagi tepadagi kolonnalar bor-ku, o'shalar 20 ta dona ekan kolonnalar. Har bir kolonna Italiyani regionlarini anglatar ekan. Tamsil qiladi. Buni yoshi, o'zlarining yoshi, men boya adashib ketibman, 200, buni yoshi 120, maksimum 150 yosh, 120 yosh ekan. Se volete andare a fare una foto lì, io vi aspetto 5 minuti. L'importante è che non andate dentro, sopra le scale, perché non vi fanno più ricordare. Mana cherkov, gumbaz, mana shu gumbaz olingan bizning masjidlarimizga. Yangilik bu ham. Non vi riporto qui, Aytibdi, agar xohlasanglar, albatta tushib, 2-3 ta rasmga olaman desanglar, 5 minut turaman. Yo'q, xohlasanglar rasmga keyin. Rasm bizga tushsin, nima dedinglar? Jonli efirda ketyapmiz. Zeriktirib qo'ymayapmizmi sizlarni? Yangiliklarni, tarix to'g'risidagi ma'lumotlarni o'rtoqlashyapmiz. Eng go'zal tarixni nasib bo'lsa sizlar bilan Ispaniyada gaplashamiz. Musulmonlar tarixi. Musulmonlarni Yevropada ko'rsatgan Renesansi. Cordoba, Ishbiliya, hozirgi Sevilya. Questo che palazzo è? Bularni hammasini bu yoqda gaplashamiz. Qisqaroq shu, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Vidolashtamiz yana. Assalomu alaykum. Bu zdание Bunaqa joyni yana olmasak bo'lmaydi. Morojnani italiyanosi. Mana. Hello. Ice cream? Yeah. Yo'q, men просто olyapman yaqinda. I would love smart. Ice creamni turli xil usullar mana. İtalyan qo'yaman. Просто ko'rsat. kattaroq magazin borda, Yo'q, men ko'rsatish uchun oldim. Hop. o'chirgan, chunki ichiga tashlangan pullarni yig'ishtirib olish. Marosim ekanmi? Bu fontanga keldik do'stlar. Bu fontanda ham o'sha haykaltaroshlik diniy motivlar bilan qurilgan qanaqa tanga tashalgan, ko'ryapsizlarmi? Tanga tashalgan, hamma o'zini baxtini tilab tanga otadi orqa machasiga qilib. Bir marta tanga otilishi bu anaqa
Italiya ya'ni Rimga yana qaytib kelish ma'nosini anglatadi. 2 marta tanga otilishi bu shu yerda sevgilisini topish ma'nosini anglatadi. 3 marta tanga otilishi bu to'yi ya'ni uylanish yoki erga tegish niyatida otiladi. 1 yillik anaqasi pul foyda keltirish nimasi Italiya uchun bu Fontana di Trevi 1,5 milliard yo'q million 1,5 million dollar euro. 1,5 million yevro pul keltiradi. Bitta fontanni tasavvur qiling. Odamlarni shu joyga bir tarix bilan chaqiring va shunaqangi bir rituallarni tashkil qiling. 1 marta otsang baxtli bo'lasan, 2 marta otsang Rimga qaytib kelasan, 3 marta otsang to'ying bo'ladi degan narsani ishontiring va har yili 1,5 million dollar tanga yig'ib oling. Mana amaki tanga yig'yaptilar. Tarixning tilamchilik, madaniy tilamchilik usullaridan biri. Qo'yib qolish kerak. Mana fontan. Bu fontandan suv otiladi. Orqasidagi bino va haykaltaroshlik. Hammasini o'zining ma'nosi bor. Tasavvur qilinglar, mana shu fontanga 1,5 million dollar otiladi. Odam ham qarang, navbat kutib turishganini. Bular hammasi aqlli, biz ahmoqmiz. Biz otmaymiz chunki. Bular baxtini qidiryapti. Biz bo'lsa topib bo'lganmiz. Nima demadinglar? Mashaalloh. Bugun kakras biz kelganimizga tozalash payti ekan. Mana tozalash payti. Suv bilan yuvishyapti, tillalarni yig'ishyapti. Keyin buni qayoqqa saqlashligini ham bular hisobini beradimi? Palazzo Polli degan fan ekan bu. Buni sarflanishi fond bor ekan, Caritas Roma degan katolik charity organization. Aynan o'rganib cherkovga boradi. Har xil nimalarga Xayriya yo'llariga ishlatiladi. Bu tasbehni to'shlikda turkayotgan bo'ladi. Mana bu yerdan tasbeh. Tanga otishgan. Bu tangasi qancha bo'ladi? Qanchalik tangalari bor? 1 sentlikdan 2 yevrogacha. 1 sent, 2 sent, 5 sent, 10 sent, 20 sent, 50 sent, 1 yevro, 2 yevro. 2 yevro. Endi baxtimni topaman deganlar 1 yevro, 2 yevro otadi. 1 yevroga baxt topisharsan, qaranglar. Bu joyda aholini yoki kimnidir so'ramasdan videoga olsa, javobgarlik yo'qmi? Javobgarlik yo'qmi, madaniyatdan emas. yo'qmi, madaniyatdan emas. Chunki bu yerda Yo'q. turistlarda ularga o'tirishga vaqt yo'q. Lekin ruxsat so'rasangiz ko'pchilik olmaydi. Sizni suratga olsam maylimi? Italyanchangiz qanaqa bo'ladi? Endi qiyinroq bo'ladi. Posso farti un foto, posso fare foto, Posso fare un foto, posso fare un video. posso fare un video. Posso fare un video. Ili shunchaki foto yoki video desiz, Posso fare un video. posso fare un video. Posso fare un video. Dite. Dite bu seni. Ha. Senin Ha. fotoyingni, senin videoyingni olsam bo'ladi. Posso fare un video. İtalyanchani o'rganyapmiz. Mana italyanchada rahmat nima? Grazie. 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 Kechirasiz? Scusami. Excuse me, scusa mi ekan-da. Yoki mi dispiace. Mi dispiace. Mi dispiace bu uzr so'rash ma'nosida. Scusami bu Lütfen, ha. Mana odamning ahvolini qarang. Hammasi baxtli yuribdi. Baxtli. Yani turistlar bu mana Fontana di Trevi Fontana Enterrange. Mana qo'limdan kelgancha o'qib taraffuz qilyapman. Esimdan chiqib qoldi. Nima edi? Videoga olsam maylimi? posso fare un video. Posso fare un video.
Excuse me. Safaro and video so'rab qo'yishgan. Cherkov odamlari juda ko'p. Diniy davlat aytganimda, hozirgi kunda qonunchiligi alohida bir qonunchilikdir u. Lekin madaniyati diniy madaniyat, katolik cherkovidan qolgan madaniyat. Bu binoga ham eski bo'lganmi? Yo'q, bu yangi bo'lishi kerak. Bino yangi. Hindistondan odamlar bor. Bir narsaga e'tibor berdim. Rimda bir binoni so'rasangiz, bu bino yangimi, eskimi desangiz, yangi deyishadi. Xo'p, qancha bo'lgan? 300 yil bo'lgan. 500 yil bo'lgan derkan. Yangi tarix. Italiyada 300 yil, 500 yil bo'lgan binolar yangi tarix hisoblanar ekan. Nimaga? Italiyani, Rimni, Romani tarixi 3000 yillik. 3000 yillik tarixi bo'lganligi uchun bu 200, 300, 500 yillik oddiy tarix hisoblanadi. Nima demoqchiman? 100-200 yillik tariximizni hech yo'q asrab qolishimiz kerak. Hasti imom eski shahar atrofi hozir sivilizatsiya markazi qurildi. Atrof juda ajoyib shaklda himoyalanyapti va eski shaharga tegishli Chorsuvni har tarafi eski o'sha ovqatxonalar bor, Chorsuv bozori, ularni hammasini asrab qolish kerak. Turistlar uchun juda qiziq argumentlar shular. O'sha argumentlarni saqlab qolishimiz kerak. Butun xalq kelganda bizning madaniyatimizni, tariximizdan o'rganadi. Safaro in video yo'llab oldim. Qani? Omon hoji aka. Keling-chi. Excuse me, scusami. Sorry, scusami. Possiamo fare qualche video? Thank you. Rahmat. Bu yerdan binodan ham odamlar narsalarni olyapti. Bu binolar ham menimcha gostinitsa qilingan. Chiqib ko'rasiz. Mana. E'tibor bersanglar, bu ham mana diniy motiv bilan qurilgan. Mana shu haykallarning hammasi. Mazarinus. Qaranglar. Qaranglar. O'rtada bitta chaqaloq. Chaqaloqni ikkita farishta ushlab turibdi. Chaqaloqning ikkita tepasida jar solyapti butun dunyoga. Demak, Isa alayhissalomning tug'ilishi, Jabroil bilan Mikoil farishta kabi motivlar bor xullas. Shunaqangi diniy ma'nolar bor har bir haykalda. Xo'p, nima qildik? Qaytamiz. A lo mejor incluso hasta algo puede hacerse. Nosotros gustan el tren. Babi, ay, Amina. Xo'p, Xo'p, Italiya boshlanishida ko'p ma'lumot bor. Sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lib yo'qyapman. Jonli muloqotda rozi bo'lasizlar. Vaqti borlar bemalol keyin ham ko'rib olsa bo'ladi. Maqsad nima? Bu joylarni ko'rsatishdan albatta ibrat olish, yangiliklarni yoki bizda tajriba uchun olish kerak bo'lgan narsalarni o'rtoqlashish, ko'p narsani olishimiz kerak. Turizm masalasida ham juda ko'p narsada bular oldinda. Turizm masalasida ham bular
oldinda. Olish kerak, o'rganish kerak. Bitta shundoq toshni qo'yib qo'yib, tagiga yilini yozib qo'yib, bitta tarixini gapirib bersangiz, o'sha joyga kelib selfie tushib turib, turist o'zini pulini tashlab ketadi. Tarixni to'g'ri yoritish va hikoyasini to'g'ri tuzish kerak. Tarixni to'g'ri hikoyasini tuzish kerak. Qayoqqa yuramiz endi? Biz otimiz. Volevo buttare, visto che c'era una chiusa, dico sicuramente no. Grazie mille, Ce n'è grazie. pure un'altra. C'è un'altra? Nimadir qolibdimi yana? Suvimiz. Grazie, grazie caro. Grazie degani. Tashakkur degani, rahmat degani. Italiya. Roma. Hamma yo'llar Rimga chiqadi. Hop, ko'chalarni qarang, ko'chalar. Spritz, Aperol Spritz bor-ku? Aha. Mana Spritz ast yozilgan. Aha. Xuddi mana mana drink. Bu Yevropada, aynan Italiya, Ispaniya, Fransiyada eng mashhur Ichimlikmi? ichimlik. Bu alkogolli Sharbat. ichimlik. Alkogolmi bu? Alkogol ichida Spritz up. necha 6% dan 12% gacha bo'ladi. Ichidagi alkogoli. Ularni biz kunlik misol uchun obeddan keyin bir kichkina kofe ichsak yoki ko'k choy ichsak o'zimizga kelaveramizku. Bularda odatga kirgan obeddan keyin aperitif time deyiladi. Shu soat gazeta 3lardan, 4lardan Odam to'la mana. soat 3-4lardan boshlanadi. Endi odatda soat 5 bilan 7 orasi. O'sha aperitif time deyiladi. Aperitivo time. Kassimchilar. L'Italiano vero. Narxi ham qimmat bo'lsa kerak. Kiyimlarni Italiya uchun o'rtacha qimmat. Italiyani Italiya uchun o'rtacha qimmat. topadigan pulga nisbatan. Ha. O'rtacha qimmat. Hop, kruvasan, boshqa narsalar, pizzalar bor, mana piva, mevalarni sotyapti. Bularni kunlik hayoti. Lekin mana skuter ham skuter asli Italiyani kashfiyoti deydimi? Uni bilmadim lekin skuter Hindistonga o'xshab juda ko'p bor. Ko'p, ha? Chunki eng qulay transport vositalaridan biri hisoblanadi. Videodagi fakt qurol ko'tarib yurish fakti bo'yicha oddiy aholiga mumkin emas. O'sha politsiyskiy yoki xodim yoki oddiy qorovul bo'lsa ham bir muhimroq joyga qorovul bo'lsa ham ko'tarib yurishga ruxsatnomasi bo'ladi. Chunki mafiyani eng xatarli nuqtasi bo'lgan. Shunaqa. Cosa Nostra. Shunday kelib o'ldirib ketayotganda Cosa Nostra. Davlatga qarshi chiqqan mafiya. qarzamadi. Casa Nostra. Nima degani Casa Nostra? Bizning uy degani. Biznikilar, bizning uy. Casa uy, Nostra bizniki. Casa Nostra. Uy misol. Mashinalarda bilasiz. Fiat Italiyani milliy brendi eng chiqarilgan nimalardan Fiat. Dito Corleone degani bo'lganmidi? Vito Corleone bu Godfather. Godfather. Dito degani ham bor edi o'sha Casa Nostrani anaqalaridan. 30 yil degandim qo'lga tushdi. Hozir zonada o'tiribdi yoki o'ldi. Ha, uning xabarini yo'q lekin. Dito. Yaqinda ham qaysidir o'sha mafiyani ushlashganini aytishdi, o'sha bo'lsa kerak. Smart. Toyota'da Shaharga moslab chiqarilgan ekan-da, mashinalarni qanday 2 kishilik. 2 kishilik o'tiradi. lekin narxi qimmat bo'ladi. 7,000, 10,000 dollar, 15,000 dollar turadi. O, Smartchi 7,000 dollar, 10,000 dollar atrofida turadi.
Italiya restoranlari, Italiya kuxnyasi dunyoda 10 talikka kiradi. Italiyada restoran sanoati, restoran yo'nalishi kuchli hisoblanadi. Aytganimizdek pitsa bular tashkil qilgan narsa, pishloq. Yuqorida aytdim, 400 xildan oshiq pishloqlari bor bularni. Keyin pasta, makaron sanoati, makaronchilik, xamir ishi bularniki juda kuchli o'tirishdi maza qilib. Food cafe. Mana ko'chalarning hammasida restoranlar bor, kichik joylarga ham shunaqa qilib qo'yishgan. O'ylamang, hamma yo'q zo'r deb. Mana axlat ham bor. Qaranglar mana. Kichik joylarga stol ustida axlatdan tashlab ketishibdi. Zor ekan bu. Xodim. Audi. Lekin aytganimdek, yashil tabiatga juda qattiq e'tibor berishadi. Yashil tabiat. Osmonga qarasanglar, ko'm-ko'k. Bilasizlarmi? Tiniq. Havoni tozaligidan bu. Havoni toza qilishimiz kerak. Kabi usul bor ekan bu yerda. Express. Via di Andrea delle Fratte. To'g'ri o'qisam ham, noto'g'ri o'qisam ham bir narsa qilyapman xullas. Ko'chalarni aylantirib sizlarga ko'rsatyapman. Kesaklar albatta ko'chalarni aylanib ko'rish kerak. Marojasini rasmga olib yuribdi. Marojni rasmga olib yuribdi. Legio Nazareno. Marojni ko'p ekan, a? Lekin a? Marojni. Gelato Italiya anaqasi. Gelato. Ya'ni o'sha tarixiy retseptlar bo'yicha. Abror aka, bular anaqa aytyaptilar. Bu yoqda ko'zisi oldingizda qiladigan pitseriya bor deydi, deyaptilar. Bir obed shu yoqqa boraylik, deyaptilar. Ana o'zlarini oldilari qilib, bir boshqacha deyaptilar. Qo'shadigan narsalar nima uni? Yoningizda qilar ekanda, qo'shadigan ko'ra biz masalan o'sha sirning o'zidan qildirsak bo'ladi-yu. Nimani so'rasangiz, nima qiladi? Yoki to'li, yoki ana baloli. Futbolistlarnik. Ha, sport. Sport. Pul kiramizmi? Ha? Nima deydilar? Yuring. Kattaroq bormi? Bor. Eshik ajoyib ekan. Xo'p, xullas kalom do'stlar. Italiyani aylanib yuribman. Abraham Moshe yo'q. Men endi bu masalaning nuqtasini qo'yib, yuzini berkitib olgan trollar aslida erkak emasligini, yana bir ma'noda quloq xoin ekanligini isbotlash uchun sizlarga bir haftalik sayohatda har doim Abraham Mosheni Yevropada izlab yurganligimni aytaman. Abraham Moshe 100% kela olmaydi. Kelsa gaplashamiz. Boshqacha gaplashamiz. Ko'rasizlar. Bular o'ylaydiki, yuzim berkitib olsam, qo'lga tushmayman deb o'ylaydi. Mana shu niyat, mana shu fikr nifoq, munofiqlik bo'ladi. Nimaga? Musulmon odam yuzini berkitib olib ish qilmaydiki. Hamza radhiyallohu anhudan so'rashganda aytgan u, men yuzimni faqat cho'lda xundan to'sish uchun berkitaman, jangda yuzma-yuz gaplashaman degan. Hamza radhiyallohu anhu. Biz yuzma-yuz gaplashib kelganmiz. Bu Abraham Moshe xotinlarni o'sha lozimini ichiga kirib olib, o'shadan nimadir qidirib, bizga nimadir o'zidan ya'ni figura yasashga urinyapti-da.
kel Fransiyaga deganmidi? Kel Italiyaga deganmidi? Italiyada yuribdi. Fransiyaga ham boraman. Mana shu sayohatimda. O'zim ishlarim borda, lekin aynan Fransiyaga ham boramiz. Fransiyada kutaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qanab ketgan joyini yeng yig'ishlardan